Assalomu alaykum. Men Shahnoza Nuriddinova, Vatan tibbiyot diagnostika klinikasining vrach-stomatologiman. 3 yillik tajribamga ega. Bugunda biz barchada dolzarb muammo hisoblangan og'iz bo'shliq hidlanishi haqida gaplashamiz. Og'iz bo'shlig'idagi hidlanishlar. Og'iz bo'shlig'ining hidlanishi bir necha sabablarga ega. Birinchisi bu albattaki og'iz bo'shlig'idagi noto'g'ri gigiyena sababli tishlarda nalot va toshlar paydo bo'lishi yoki bo'lmasam karislar. Ikkinchisi esa albattaki ichaklar, oshqozondagi muammolar. Hozirgi holatda biz og'iz bo'shlig'i haqida gapiramiz. Og'iz bo'shlig'ida nima uchun qo'lansa hid paydo bo'ladi? Birinchi sababi albattaki yomon gigiyena. Yomon gigiyena sababli yaxshi yuvilmaydi, noto'g'ri yuviladi, noto'g'ri pasta va noto'g'ri shotkalar tanlanadi. Ayrim holatlarda, ko'pincha bu bolalarda bo'ladi, umuman yuvishmaydi. O'shanaqa holatlarda og'iz bo'shlig'ida hidlanish paydo bo'ladi. Ikkinchi holati bu tish qatorining o'zgarishi. Ya'ni biz bilamiz, bizda 32 ta, 28 dan 32 tagacha tish bor. Oxirgi 4 ta tishimiz bu aql tish hisoblanib, oxirida chiqadigan tishlar. Bunaqa holatlarda chiqqan o'sha aql tishlar tishning qatorini o'zgartirib yuboradi. Va diastazlar, patologический karmanlar paydo bo'ladi. O'sha qiyshaygan tishlarda patologik kista, patologik cho'nchak paydo bo'ladi va o'sha patologik cho'nchakda mikroblar, mikroorganizmlar yig'ilishi sababli og'iz bo'shlig'ida qo'lansa hid, ya'ni yomon hid paydo bo'ladi. Keyingi sababi bu albattaki ichki organizmdagi muammolar. Buni gastroenterolog ko'rigiga обязательно borish kerak. Birinchi va ikkinchi sabablarini yechish uchun nimalar qilish kerak? Bu og'iz bo'shlig'ida to'g'ri gigiyena, ya'ni to'g'ri tanlangan pasta va to'g'ri tanlangan shotka har 4 soat, 5 soat har bitta ovqat priyomidan keyin, ovqatlangandan so'ng обязательно tish nitkalaridan, tish shotkalaridan, tish uchun, og'iz bo'shlig'i uchun ajratilgan spetsialniy rastvorlardan foydalanish kerak. O'shanaqa holatlarda og'iz bo'shlig'ida hech qanaqangi hidlanish paydo bo'lmaydi. To'g'ri gigiyena qilgan paytda ham hech qanaqangi qo'lansa hid kelmaydi agar bu og'iz bo'shlig'idan bo'lsa. Ikkinchi sababi bu опять-таки patologический karmanlar paydo bo'lishi va o'sha patologический karmanlarda обязательно stomatologga borib, brekit sistema qo'ydirib, aligner sistema qo'ydirib, o'sha patologический karmanlarda boyagi qatorni to'g'irlash va agar kerak bo'lsa o'sha 8 aql tishlarni olib tashlab tishning qatorini to'g'irlash kerak. O'shandagina qo'lansa hidlardan избавиться qilsa bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, unga like qo'yish esingizdan chiqmasin va og'iz bo'shlig'i hidlanayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Agarda sizda muammolar, og'iz bo'shlig'ida muammolar bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qiling.